Bu yangilikni aytishni men juda ham uzoq vaqt kutdim. Va nihoyat shu lahzalar keldi. Meni muzikaga bo'lgan qiziqishimni paydo qilgan va menga juda ham katta motivatsiya bergan BTS konsertiga boramiz. Hozir ichimdagi kichkina shahlo baqirib reaksiya qilyapti bu novostga, lekin men shunaqa spokойный tonda yozgim keldi bu videoni, chunki oxirgi paytlar meni настроением aynan shunaqa nimagadir. Kecha Mirovoy turni oxirgi preseyli bo'ldi va bilet olish qo'limizdan keldi. Yangi armiya bombochka. Navoiyda maktabda o'qib yurgan paytlarim va abituriyent bo'lgan paytlarim, o'sha paytlar men bu guruhni o'zim uchun kashf etganman. Esimda bor, maktabdan qaytardim va mo'ltillagan ko'zlarim bilan televizorga qarab, обязательно ularning Libaran BTS show yoki intervyulari yoki kliplarini qayta ko'rardim. Ular yozgan qo'shiqlar shunchalarda yuragimdan joy olganki, o'qishga kirib, yaxshi daromadga chiqib, ularning konsertiga borish menga juda ham katta energiya va motivatsiya bergan. O'ylaymanki, u darajada motivatsiya bo'lmaganida hozirgi Shahlo bu yerda turmagan bo'lardi. Shu sababdan BTS nafaqat bu oddiy qanaqadir gruppa muzikalni, bu men uchun kichkinaligimdan qilingan orzu, kumirlarim va men intizorlik bilan kutgan konsertim. Va albatta bu orzum nafaqat menda, balki singlimda ham amalga oshishini juda ham xohlagan edim va xudo xohlasa singlim va men BTS ni konsertiga birgalikda boramiz. Undan tashqari yana ikkita o'rtog'imiz bor, armiya o'rtog'imiz. Ular ham olishdi. Так что girls trip is coming. Qalay. Menda yana eskisi ham bor. Mana bu eski bombochkani yaxshi niyat qilib esimda bor, ikkinchi kurs paytlarim ishlab yurardim va o'sha payt oyligim 2 million edi. 2 million oylikka rovna yarmi mana shu armiya bombochka turardi va men shuni zakaz qilgan edim oyligimni rovna yarmiga. Menga va singlimga omad tilaylar. Ilohim bizda eson-omon konsertga tushish nasib qilsin. Sizlarga ham nasib qilsin.